Bugun So'ng Pro avtomobilini test drive'ga olib chiqdik. Haydovchi akalarimizga test drive qilishni taklif qilib, haqqoniy fikrlarini bilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Okajon, yaxshimisiz? 10 minut vaqtingiz olsangiz bo'ladimi? Shundan chetga olib to'xtaylik iltimos. Assalomu alaykum. Yo'q, shart emas. So'siz? Charchasiz, siz bilsangiz bo'ladimi? Furqat aka, men ismim Umar, BYD'danmiz biz. Xalqdagi shofyor akalarimizdan realniy o'zi shuni otdi, BYD haqida. Agar imkoni bo'lsa, bitta haydab ko'rasizmi, mana bu otdi, So'ng Pro gibrid mashinamizni. Bo'ladimi? Hammaga nasib qilsin. Fikrim juda zo'r. Minsa olsa, sharoiti borlar olib bemalol minsa. Ana hamma aytadi, yo batareyasi yomon, yo bunday hech qanaqa gap yo'q. Mana ancha minib ko'rdim. 8 yilga batareyasi garantiya. Batareyasi 8 yil garantiya. Mashina o'ziga 6 yil. 8 yil mashina minsangiz juda zo'r. Yurish yumshoqligi juda zo'r. Rasxoti 4-5 deyapti. Uni ham mayli tekshirib ham ko'rasizlar deyapti. 4-5 aytishyapti. Undan zo'ri yo'q. Xalqimiz kim sharoiti bo'lsa, olsin, minsin, maza qilsin. Shahar ichida ham, tashqarida ham hech qanaqa aldash yo'q. Haydab ko'rdim. Faqatgina Xudo xolasa tez kunlarda topshiramiz. Alloh nasib. Vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat kattaga. Rozi bo'ling. Ko'rib turganingizda 15 yillik haydovchini xalqimiz orasidan tanlab olib, So'ng Pro haqidagi haqqoniy fikrlarni bildik. Fikrlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xolasa har oy yo'gida, har hafta shunaqa test drive qilib, xalqimizning, haydovchilarimizning fikrini ko'proq bilishga harakat qilamiz.